qachon bir banda namoz o'qib boshlasa, uni gunohlari olib kelinadi. Namozga kirdingiz, Allohu akbar deb quloqni qoqib, qo'lni bog'ladingiz. Gunohlaringiz olib keladi. Sizni yuqoringizga olib keladi. Xuddi bulutga o'xshab, sizni boshingiz yuqorisiga olib keladi gunohlar. Faju'alat ala ra'si. Keyin bu sajda qiladi. Sajda qilgan paytlarida gunohlar uning boshlariga qo'yiladi dedi. Va atiqi, va uning bo'yinlariga qo'yiladi dedi. Har sajda ruku qilganda uning boshlariga qo'yilgan, bo'yinlariga qo'yilgan gunohlar to'kilaveradi dedilar. Voy sajdadan shoshayotgan birodarlar, shoshmang sajdadan. Ba'zilar shunday shoshib turadi, gunohni bergisi kelmaydi-da. Yelkalaridan, bo'yinlaridan to'kilayotgan gunohni bergisi kelmay tez turib oladi. Sajdada shunday turing. Mana bu hadisni eslang endi. Siz